fuqarolar. Bugungi navbatdagi uchrashuv 3 tajribasi bo'yicha, 3 tajribasida boyagi tadbirkorlarni qanday tadbirkorlikni yo'lga qo'yish va qanaqangi tadbirkorlik qo'yganda ish o'rniga yaratish masalalari bo'yicha gapirishamiz. Ilk kunda taklif qanaqa istagi bo'lsa biz eshitamiz. Bizni turolmay o'qiyotimizni vakolatimizdan kelib chiqib biz ularga amaliy yordam beramiz. Boyagi tadbirkorlik qilish uchun yoki bir qanaqadir to'siq qanaqadir masala bo'lsa, kimda masala bo'lsa aytishlar mumkin. Nima masalangiz bor sizda? Men Navoiy mahallasidan Bitimerim Zumrad. Qonunchilik bo'yicha kredit olishga so'rab kelgan. Kredit. Qonunchilikda bu hech ishlatiladigan leksiya shu narsani olish uchun. Qancha summa oldi? 50 million. 50 million. Nechta ishchi o'rni? Qarang, bunga 5-6 ish o'rni yaratiladi. Yetkazib berish, pishirish ishlarni amalga oshiradi. Oldindan ko'nikmangiz bor, faoliyatni kengaytirmoqchi. Faoliyatim bor. Bu endi ikkinchi faoliyat turi. Yaxshi, bizda mahalla loyihasida bu nimamiz bor, produktimiz bor, o'sha nimamizdagi e'lon berilgan. Ko'rasiz, kredit foizlari tanishib 25%dan. To'ligiga beramiz, 48 oyga. Shunga ma'qul kelsa, boyagi kreditlarni rasmiylashtirib qilib beramiz. Sizdan nima gap bor? Tadbirkorlik faoliyatini kengaytirmoqchiman. Uchinchi yo'nalishda faoliyat qilmoqchiman. Menga hozirgi kunda mashinalarga kredit chiqarmoqchiman. Xudo xohlasa 5 ta mashina olmoqchiman. 5 ta mashina. 5 ta mashina hisobdan olgansiz. Ha, qancha ketadi? Shu 48 million ketadi. 5 ta mashinaga qanday oldi uslubiga yoki ishlab chiqarish chiqaramiz biz. Ayollar bilan qilamiz. O'zlaringiz mahsulotni o'zingiz sotasizlar. Ha, shunday. Xizmat turi ham bormi? Xizmat turi ustida erishdik. Shartnomalarni. Sizga boyagi mahalla loyihasi degan kreditlarni taklif qilamiz. Mahalla loyihasi bilan 25%dan. Tushuntirib o'taman. Keyin 48 oyga beriladi.